Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, hurmatli tele tomoshabinlar. Mana fursati yetib, yana bir bor sizlar bilan Zo'r telekanalida Xush vaqt tok-shousini boshlayapmiz. Sizlar bilan ko'rishganimizdan, Oynajoxon qarshisida o'tirgan yurtdoshlarimiz bilan diydor ko'rishayotganimizdan nihoyatda xursandmiz. Ko'rsatuvimizni boshlaymiz. O'zbekiston chiroyli bir guldastaga o'xshaydi-da. Bu guldastada har bir viloyatni o'zini ifori, o'zini rangi, bo'yi mavjud. Har bir viloyatni o'zini tashrif qog'oziga aylanib qolgan o'tmishi, tarixi, bugungi kuni, adabiy, ijodiy, ma'naviy muhiti mavjud. Qolaversa, ana shu u yoki bu shaharda, qishloqda tug'ilib voyaga yetgan ijodkor farzandlari ham ana shu joyning tashrif qog'ozi bo'ladi. Surxondaryo deganda, Boysun deganda shubhasiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora Qoziyevani eslaymizmi? Bugungi tok-shouimiz qahramoni, demak, xalqimizning sevimli lolachasi Sayyora Qoziyeva va sozandalar bilan. Hey yashi. Hey. Oh, Sayyora xonim. Marhamat, marhamat. Ha. Ahe! Ya aferin! Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Sayyora xonim, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Siz yaxshimi? Rahmat. Sog'omon bormisiz? Rahmat, rahmat. Xudoga shukr. Ijodlar bilan charchamasdan. Endi bugun beradigan savollarimiz ko'p. Bugun sizni mana studiyaga taklif etdik. Muxlislarimiz ham hayotingiz bilan, ijodingiz bilan, oilangiz, taqdiringiz bilan qiziqishadi. Demak, xalqimizning sevimli san'atkori, ajoyib ijodkor Sayyora xonim Qoziyeva. Sayroxon, suhbatni boshlashdan avval bitta chiroyli xirgoyi bo'lsin. Xirgoyini eshitib kayfiyatimizni ko'tarib olaylik. Ana shu ko'tarinki yuqori kayfiyatda minorli notada suhbatni boshlaymiz. Bolaligim ajoyib. Endi bitta narsada hozir menga hali qiziq tuyulayapti. Bu tomonda yoningizda o'tirgan Hojiboy, o'zi otlari Bahodirjon. Lekin biz erkalab o'sha Hoji deb chaqirganmiz. Shu bola men bilan 10-sinfda o'qib yurgan paytida menga muzikant bo'lib kirgan. O'sha hozirgacha birgamiz. Hozirgacha shu qayerda bormasa safarga, chet elda, o'sha O'zbekiston bo'ylab to'ylarimizda hamma joyda shu. Men Bahodir deb murojaat qilishim kerakmi hozir? Yo Hoji. Hoji desangiz ham bo'ladi, Bahodir desangiz ham bo'ladi, chunki Boysunda agar hozir ko'rib turgan bo'lsalar, buni Hoji deydi hamma. Bahodir deb aytmaydi. Eng vafodor sozanda. Vafodor. Ko'p yillik. Dilshodjon ham ancha yildan buyon biz birga ijod qilamiz. Qo'sh qanot bilan parvoz qiladi deyshadi. Bugun Sayyora xonim Qoziyeva qo'sh qanotlar. Va alaykum assalom. Kim bo'ldi bu qizaloq? Kim bo'ldi qizaloq? Assalomu alaykum. Qarsinglar. Bu Sayyora Qoziyevani bolaligimdek qo'shig'idan kelib qoldi shekilli qahramonimiz. Yanglishmasam bu san'at asari. Bu meni nabiram bo'ladi. Nabira. Afarin. Otlari? Qani kelingchi? Otlari Safinaxon. Safinaxon oyijonisining yonida o'tirib oladilar. San'atkor bo'ladilar shekilli, ko'ylaklariga qaraganda. Bilmadim, endi bu kishi juda ko'p sohalarga hozir qiziqyaptilar. Oyingiz yaxshi ko'rasizmi yo do'dangizmi? Do'da. Sayyora xonim Qoziyeva, sizni bolaligingiz o'ylaymanki o'xshabdimi? Juda o'xshaydi. Do'dasini yaxshi ko'rishi ham o'xshabdi mana.
Chunki siz ham yaxshi ko'rasiz Albatta, do'dasini. albatta, Sevib albatta. turmushga chiqqansiz, buni bilamiz. Endi Sayra xonim, nazarimda shu chaqaloqligingizda ham ohang bilan yig'lagan bo'lsangiz kerak. Oilamizda farzand ko'p bo'lgan, lekin Alloh rahmat qilsin, ikkovlarini ham, onajonim ham, dadamni ham olamdan o'tganlar, juda ham erkak qizlari bo'lgan ekanman. Man 8 yoshimda qo'shiq aytib boshlaganman. Juda ham qarshiliklar bo'lgan. Juda ham qarshiliklar bo'lgan. Hattoki sahnada qo'shiq aytib turgan paytimda Alloh rahmat qilsin, dadam hali daraxtdan xichin uzib olib kelib qo'shiq aytayotgan joyimda kimdir aytganda, Sayora o'lding, dadang kelyapti deganda, "Anuka marsh" deb quvganlarda sahnadan rus tilida gapirib, qanaqa uyga kelib qolganimni o'zim bilmaganman-da. Qo'shiq aytayotgan joyimdan qanaqa ketib uyga qochib kelib, yoshinib, hozir endi meni o'ldirishadi deb qo'rqib yig'lab, onamga iltimos, onajon menga yordam bering deganman-da. Endi taqdir san'atga shuncha qarshiliklarga qaramasdan baribir qo'shiq aytganman. Baribir. Chunki dadam aytardilar, bizni endi shunaqa biz to'pori qilib aytganda, bizni zotimizda qo'shiqchi yo'q. Sen qo'shiq aytmaysan. O'ldiraman qo'shiq aytsang degan mana shunaqa gaplar bo'lardi. Baribir men aytganman. Baribir. nasib qilganda, lekin ma'lumotlarga qaraganda bu juda qiziq, juda ko'pchilik san'atkorlarda shunaqa bo'lar ekan. Sayra Qoziyeva changchi bo'lgan deyishdi-da. Yo'q. Yo'q, jangchi bo'lgan. Yo'q. Changchi men o'sha paytlarda o'sha Boysunda musiqa maktabi bo'lardi. Opam, mendan katta opam rubobga o'qiganda, men ham keyin qiziqib borib chang chalaman deb o'qiganman. 4 yil o'qiganman. Sozda-ya? Ha, o'qiganman. Chang sozda o'qiganman. Hali aytdim-ku, juda ham taltaygan erkak qiz bo'lganim uchun o'sha imtihon topshirayotganda, o'sha hamma o'tirib imtihon chalib topshirayotganda, shu nima anaqa bilan bilmayman, qo'limdan shu hali changni cho'bi bo'ladi. O'sha otilib ketganda o'sha domlam menga qarab "Padaringga nalat" deb yuborganda, o'sha imtihon, katta imtihonda. Keyin shu ta'sir qilib qaytib bormaganman. Bo'lmasa yana 3 yil vaqt qolganda bitirishimga. 7 yil o'qirdi. 7 yil o'qigandan keyin bemalol changchi degan diplom berardi. Yaxshi bo'lgan ekan. Hamma joy changitib yurarmidingiz? Qo'shiq aytganingiz go'zal. Qo'shiqlaringiz chiroyli. Endi ilk marotaba ekranlarda ko'rganimizda shu bir qop-qora qoshli, bir qunduz qoshli, Sayraxon chiroyli bo'lib chiqib fors tilida qo'shiqlar kuylardingiz. Nima, hozir xunukmanmi? Yo'q. Hozir ham go'zalsiz. Bu haqida to'xtalamiz. Lekin ayol kishi bilan erkaklar bir-birini chiroyli xunuk deb gaplashadigan. Yo'q, ayollarni hech qachon men o'zimning fikrim, ayollarni hech qanaqa xunugi bo'lmaydi. Hammasi go'zal. Faqat hammasi go'zal. o'ziga qaramaydiganlari bo'ladimi? Yo, o'ziga qaramaganni ham qandaydir go'zalligi bor. Yo, afarin. O'zi biz aytishimiz kerak bo'lgan gap Sayra xonim Qosiyeva aytayaptilar. Ayollar chunki yaxshi ko'raman. Biz ham sevamiz. Xullas, o'sha paytlarda Onajoxonda birinchi marotaba shu bevafo yorammidi yoki dilbarammidi? Yo'q. Men olmadimmi? Yo'q. Birinchi ilk bor aytgan qo'shig'im Hayo Duxtar degan tojik tilida qo'shiq bo'lgan. Ohang bilan eslatinglar, iloji bormi? Ayo duxtar shumo tannozi xushru baqo binit xushu ovozi xushru ayo duxtar shumo tannozi xushru baqo binit xushu ovozi xushru faqat میخواهم آخر گاه فقط میخواهم آخر گاه نماید این طرف هم یک نگاهه نماید این طرف هم یک نگاهه یک نگاهه یک نگاهه Aferin. Juda chiroyli. Mana shu mayin ovoz qayerdan? Bu balki meni qonimda singandir. Men to'g'risini aytaman, hech qayerda qo'shiqchilik bo'lish uchun o'qimaganman, hech qachon. Yoki menga qo'shiq haligi yo'llarini, o'sha ovoz nimalarini o'rgating deb hech kimga bormaganman. Musiqa maktabida ta'lim olmagansiz. Yo'q, bilasizmi, o'sha paytda bilmadim, balki yoshlik bo'lgani uchunmi, yoshligim bo'lgani uchun kuchim bo'lganmi, hech qachon charchamasdim. Bu go'zal, tabiiy savol tug'iladi.
Mana shuni barobarda oila qildingiz, ro'zg'or, ota-ona, Albatta. amma xola. Biron narsaga kechikdim, ulgurmadim deysizmi? Mana farzandlar ham ko'rgansiz. Yo hali san'atda juda ham ko'p orzularim Yo, bor. san'atda orzularingiz bor. San'atda orzularim bor. San'at bilan bo'lib, to'ylar, xizmatlar, xalq xizmati bilan bo'lib, nimadir qolib Qolib ketdi ketdi. degan narsa. Qolib ketdi. Nima? Xo'sh. O'sha hali aytgandek qizlarni yaxshi ko'raman dedim, ayollarni yaxshi ko'raman dedim. O'sha san'atda bo'lib, umrimni bugun, erta, keyin hali keyin deb o'sha bitta qizli bo'lmadim. O'sha meni armonim. Yosh san'atkorlarimiz bunga e'tibor qilsin, yosh san'atkor qizlarimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, albatta keliningiz bor, nevaralar, mana qizlar. Bor, Xudoga shukr. Ketdi, Xudoga shukr, qiz mana nabiralarim bor. Endi baribir o'zimni qizim bo'lgani boshqacha bo'lardi balki. Salomat bo'ling. Sayra xonim, bir nozik bir masalada savol bilan murojaat qilaman. Oldindan uzr so'rayman. Dilingizni og'ritish xohlamayman umuman. Endi qanaqa savol qaraymiz javobini. Odamlarga doim qiziq, qayoqqa borsak, san'atkorlar haqida gap ketsa, biz deylik, siz haqingizda gap ketsa, Sayra Qoziyeva plastik operatsiya qildirgan ekan, jarrohlik. Qayerga borsak, yoshi nechida Sayra Qoziyeva jarrohlik operatsiyasidan o'tgan ekan. Rosti men sezmaganman, bilmayman. Balki bu mavzuda erkak bilan ayol gaplashishi kerak emasdir. Shuning uchun uzr so'rayman. Lekin o'ylaymanki, baribir oydinlik kiritish kerak. Sizni muxlislaringiz bilishi kerak. Necha marotaba jarrohlik muolajalari o'tkazilgan sizni chiroyingizda? Bu savol to'g'risini aytsam, o'zimni ham jonimga tegib ketgan. Mana shundoq bo'lib ketganman. 2006-yilda shu menga maslahat qilib, bir ozgina o'zgartiraylik sizni qiyofangizni deganda, men qanaqa tushunmaganman-da. O'sha klip olamiz deganimizda aytgan, ozishingiz kerak. Birinchidan, ikkinchidan qoshingizni umuman boshqa formaga keltirishimiz kerak. Sochingizni ham boshqacha qilishimiz kerak. Shunga tayyormisiz deb. Image deydi-ku. Imijni boshqa qilamiz dedilar. Keyin men aytdim, endi menga u yarasharmikin? Yoshligimda qilmadim, endi hozir to'g'ri kelarmikin deganimga, balki bu sizga yaxshilik tomonga ketar deb ana qilishdi. Lekin bu klipim Oshiqlar degan qo'shig'imga olingan, juda katta pul tikilgan bunga. O'sha pullar zoya ketmasligi uchun men shu takliflariga o'sha klip mekerlarda, o'sha makiyaj qiladigan ustalar, o'sha kiyim, libos bilan ishlaydigan, soch turmaklari bilan ishlaydiganlarning gapiga rozi bo'ldim. Va ular meni 3 oyda dieta dedi. Parhez qilgan. Parhezga o'tirg'izishdi. Undan keyin qoshimni umuman terib tashlashdi. O'zgartirib tashlashdi. Sochimni qirqib tashlashdi. Mana shu 3 ta nima deydi? Faktor ko'rinish. O'sha ko'rinish, 3 ta ko'rinish meni xalqimizga o'sha jarrohlik operatsiyasi o'tkazdi degan gap tarqalishiga sabab bo'ldi. Endi bir tomondan xursand bo'laman, bir tomondan xafa bo'laman, chunki ba'zan aytaman, hali aytishadi-yu, oddiy qilganda, bo'rini yesa ham, yemasa ham og'zi qon deb. Men yemaganman. Nega meni og'zim qon bo'lish kerak deyman-da ba'zan. Operatsiya bo'lmagan hech qachon. Yo'q. Lekin juda savol berishadi sizga. Juda ham. Hattoki to'g'risi erkaklar kelib, mana shu to'ylarga borganimizda, konsertlarga borganimizda erkaklar kelib, kechirasiz, meni xotinim shu jarrohlik operatsiyasiga bormoqchi edi. Sizni kim anaqa shu qaysi doktor sizni kirurg qilgan deganda men nima deb javob berishimni bilmay qolganman-da. Keyin hattoki hazillashganman. Meni jarrohlik doktorim bu yerda emas, chet elda, Amerikaga borib qildirib kelganman deb. Lekin nafsoniyatingizga tegadi-yu baribir, to'g'rimi? Tegadi. Tegishning sababi endi meni masalan 8 yoshimdan qo'shiq aytganman deyapman. 17 yoshimda sahnaga chiqqanman. O'sha Ayoduxtarni aytib chiqqanda 17 yosh bo'lganman. O'shandan buyon endi qo'shiq aytib yuraman. Meni o'sha paytda tinglaganlar, hozir masalan to'g'risi men ko'rsam viloyatlarga borib, u siz bilan tengmiz desa, men ishonmayman. Nahotki shu inson men bilan teng bo'lsa yoshi deb. Bilmadim nega u unaqa qarib ketgan. Nega men bunaqa turganman, hayronman. Savolga javob bera olmayman. Nega u qarigan, nega men bunaqa turibman? Men hech nima qilmaganman-ku yoki ko'ngilda do'stim, bilmadim. Insonni, demak, bu savolga yakun endi bitta savol kechirasiz, o'sha insonlar aytadi-da, "O, biz yoshligimizda chiqqan sayyora.
hozir u qanaqa bo'lib qolgan bo'lsa-ki degan savol bo'ladi-da. Shunaqa tushuncha bo'ladi. Tushuncha bo'ladi. Demak, madomiki men hozir 40 ga kirib mana shu ahvoldamanu, sayyora unda juyda bo'lib ketishi kerak. Lekin qarang, har doim yosh, ko'rkam va go'zalsiz va yuqoridagi savolga yakuniy xulosa qilamiz demak Sayyora Qoziyeva hech qanaqa jarrohlik operatsiya qildirmagan. Sayyora Qoziyevaning ko'ngli yosh, qalbi go'zal, u kuylaydi. Shuning uchun ko'rinishi ko'rkam. Bitta narsa. Yana bitta narsa, men Allohni o'zi chiroyli qilib yaratib, chiroyli qilib chizib bergan narsasini buzishga haqqim yo'q, qo'rqaman, to'g'risi. Afarin. Yana bir narsa borda, PR degan tushuncha bor shou biznesda. Shaxsan menga PR bu hindcha piariki eslatadi-da, menga yoqmaydi PR. Yolg'on narsalar, ya'ni yolg'onda ham ishtibohlar, o'xshatishlar, oshirish, toshirishlar. Shu PR qilish o'ylaymanki kimgadir ma'qul, kimgadir yuqmaydi, yarashmaydi. Shu qiziqchilar ham chiqib sizni gapirib, Sayyora Qoziyeva bunaqa bo'ldi, Sayyora Qoziyevani beshikka belab qo'yarkanmiz degani ham ta'sir qildimi deb o'ylayman, shu PR degan narsa. Siz shuni o'ylab ko'rganmisiz? Endi ularni ham ayblab bo'lmaydi, chunki ularni ham shu orqali nima deydi hali? Nonida. Uni hech aytma, men haqimda gapirma desam ham g'ashim keladi. Men aytganman, hattoki bir qiziqchi o'sha to'ylarga kirganimda, men haqimda gapirganda, hamma kulib yuborganda men xafa bo'lganman-da. Lekin aytgan o'sha qiziqchi, do'stim, men seni juda ham hurmat qilaman. Hamma kelib menga iltimos qiladi. Men to'g'rimda gapiring. Men haligi nima deydi, ommaga haligi hamma bilsin meni, men haqimda gap bo'lsin deb iltimos qilishadi. Sen nimaga xafa bo'lyapsan? Men seni bekorga reklama qilyapman deganda ham, yo'q, kerak emas menga bunaqa reklama deganman. Lekin bir narsa borki, o'shanaqa PRlar bilan ommani e'tiboriga tushib yuradigan turli ashulachilar bor, ya'ni sort deydi-yu, shunaqa sifatli ashulachilar bor. Lekin qiziqchilarning latifalariga asos bo'ladigan qo'shiqchilar bor-u, ularga yuqadi. Lekin qo'shiqchilarni aniqrog'i hazil mutoyiba qilib askiyachilar gapirsa, minusga, ya'ni yarashmay qoladigan san'atkorlarimiz ham bor. Buni ajratib olish kerak-da, ajratib olish kerak. O'zi tabiatdan odobsiz, tabiatdan sur, tabiatdan qo'rs qo'shiqchilar bor. Ular latifalarga asos bo'lib yuradigan, o'sha uyatsizligi bilan san'atda yurganlar bor-da. Jumladan bog'larni xumoriman qo'shig'i menga juda yoqadi. Imkon bo'lsa, ozgina xirgoy qilib beringlar. Bog'larni xumoriman, bog'larni xumoriman, bo'yningga tumoring mana, qorong'i kechalarda yongan chirog'ingman. Qorong'i kechalarda yongan chirog'ingman. Bog'larni xumoriman, bog'larni xumoriman, bo'yningga tumoring mana, qorong'i kechalarda yongan chirog'ingman. Qorong'i kechalarda yongan chirog'ingman. Ajoyib. Men shunday sayyora bo'lib qo'shiqlarimni mayli oz ko'rinayotgan bo'lsam-da ekranlarda baribir ijod qilib kelyapman. Bunga asosan menga yordam berayotgan va menga har doim turtki berib, har doim sen to'xtamasliging kerak, oldinga qarab qadam tashla. Agar seni san'ating menda bo'lganda o'zim bilardim deb hali tanbeh berib meni ham achchig'imga tegadigan, ham meni o'sha undaydigan turmush o'rtog'im Ilhomjon. Agar men aytaman, shu inson bo'lmaganda men balki san'atni allaqachon to'xtatib ham qo'yardim. Bilmadim. Qanaydir ilhom turmush o'rtog'im beradi. Ilhomdan topadi Sayyora Qoziyeva, turmush o'rtog'i. Qadrli do'stlar, bugun Sayyora Qoziyeva bizga o'zini ko'nglidagi kechinmalarini astoydil gapiryapti deb o'ylayman, samimiy, ha? Albatta. Men masalan, hali bir xillar syomkaga boryapman desa, qog'ozda oladida, yozib, hali nima deydi, yodlaydi-da. Men unaqa qilishni yomon ko'raman. Men nima deydi, boysinda o'sganim uchunmi, to'pori joyda o'sha katta bo'lganim uchunmi, toshlardan toshlarga sakrab, yiqilib yurganim uchunmi, to'g'risini aytib qo'ya qolaman. Unaqa qog'ozga o'rab gapirishni yomon ko'raman. Biz ham qog'ozga o'ralganini qabul qilmaymiz.
Sayraxon, siz nafaqat samimiylik, san'atkorlar bilan ham yaxshisiz. Bu juda kamyob xislat san'atkorlarda. Boz ustiga go'zal, latofatli ashulachi qizlarimiz ko'p. Ayollar bilan chiqishi, bu alohida masala, lekin sizda bu ijobiy hal bo'ladi doim. Albatta. Ko'pchilik san'atkorlar bilan o'rtoqsiz. Hammasi bilan o'rtoqman. Sizni qo'llab-quvvatlagani Xorazm san'atini ajoyib davomchisiz. Azizaxonim Niyozmetova tashrif buyurganlar. Keling, Azizaxon. Sog'-omon bormisiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bormisiz? Yaxshimisiz? O'zingiz qalaysiz? Yaxshimisiz? Bolalar. Yaxshi yuribsizmi? Ijodlar yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Azizaxonim, sizni ko'rayotganimizdan xursandmiz. Rahmat. Juda kam ko'rinyapsiz nimagadir. Yo bizga kam ko'rinasizmi yoki Sizga ham kam ko'rinyapman, menimcha. Chunki nima deydi uni? Hamma katta bo'lgan sayin o'zingni ishlaring bilan bo'lib qolib, nima desam, o'rtoqlaring bilan ham kam ko'rinadigan bo'lib qolar ekansan-da. Muhimi o'rtoqlar sog' bo'lsa bo'ldi. Sog' bo'lsa bo'ldi, ularning tinchligini bilib tursak bo'ldi. Nima deydi, yurtimiz tinch bo'lsa, hammani xonadonda yaxshi kun bo'lsa, hammasi o'zining ishi bilan ovora bo'lsa, biz o'sha eng katta yutug'imiz deb o'ylayman. Bitta narsa, Azizani men mustaqillik bayramlarimizda o'sha maydonlarda ko'rishardik-da Aziza bilan. Telefon orqali ko'proq gaplashadigan bo'lib qoldik. Sayyor opa Toshkentga kelib olgan paytlari edi. Sayyor opa aytdi, siz Toshkentga keling Azizaxon, siz ijodingizni viloyatda qoldirib qo'ymashingiz kerak. Ijodingizni mana shu yerda ko'rsating deganda, keyin shu Sayyor opani bitta turtkisi bilan men Toshkentga kelganman. Turkiya bilan Xorazmdan Toshkentga Bir urganda bellargacha. Xo'jayinim aytgan, nima degan, Xorazmda birinchi bo'lib yurgandan keyin Toshkentga borib hammani oxiri bo'lasanmisan deganda. Yo'q, men hammani oxiri bo'lmayman, men o'zimning o'rnimni ko'rsataman deganman-da. Bugun juda ham dilbar suhbat bo'layapti, chiroyli davra, go'zallar davrasi. Azizaxonim, tashrif uchun rahmat, Sayraxonim, minnatdormiz. Afsuski, fursatlar o'lchoqlik. Bugungi suhbatimizni esa bir jo'shqin kayfiyatdagi qo'shiq bilan yakunlasak. Qanaqa qo'shiq aytamiz? Endi xalqimiz xalq yo'lidagi qo'shiqlarni birinchi marta estrada yo'nalishiga sayqallashtirib olib chiqqan xonandaman. Shuning uchun bitta lolacha qo'shig'imizni aytib beramiz. Azizaxon ham qo'shiladilar. Lolachaga mana bu nabiram ham qo'shiladi. Mana onam rahmatli yaxshi ko'rardi lolachani. Singlimni qizini lolacha deb ot qo'ygan. Nomlaganlar. Lolacha Sayra Qozimani qoshiga o'xshaydi deb yurardi rahmatli. Lolacha deb. Lekin singillaringiz o'xshaydi lekin Sayyor opaga nimagadir. O'xshaydi. Opalaringiz ham Sayyor opaga o'xshaydi. Onam yaxshi ko'rganda. Haqiqatan san'atkorni yaxshi ko'rish yaxshi, san'atkorni yaxshi ko'rib, mana ismini qo'yish yoki san'atkorni yaxshi ko'rib, mana farzandlariga qo'yib ismlarini qo'yish bu juda chiroyli urf-odat. Chunki san'atkordan yomonlik chiqmaydi. San'atkor hamisha yaxshilik, ezgulik tilaydi. Shuning uchun haqiqatdan to'g'ri aytasiz. Mana shu lolacha qo'shiq rosa men Turkmanistonga borgan paytlarimizda ham mana shu Turkmanistonda ham shularni qo'yib eshitishardi-da. Turkmanistonda. Lolacha juda hit bo'lgan deydi-yu. Hit bo'lgan qo'shiq. Yaxshi daromad topganmisiz kechirasiz lolacha bilan? Bitta uy qurganman. Buyursin, albatta bu hazil, lekin har bir hazil tagida o'zini chini bo'ladi. Qadrli do'stlar, mana shunday xushhol kayfiyatda xushvaqt tok-shousini yakunlaymiz. Barchangiz nomingizdan hurmatli mehmonlarimizga yana bir bor tashakkur izhor etamiz. O'ylaymizki, xushvaqt lahzalarda hali sizlar bilan yana ko'rishamiz. Bizdan ko'p uzoqlashmanglar. Do'stlarim, sizlarga mehrimiz baland, xalqimiz sizlarni yaxshi ko'radi. Demak, qadrli yurtdoshlar, sizni fayzli xonadoningizda yana uchrashish ilinjida tark etamiz. Keng fe'l ketmas davlat, tani sihatlik, xotirjamlik, dili beg'amlik yor bo'lsin. Lolacha bilan yakunlaymiz. O'ynaysan qizim. As bo'lamiz lolacha, ras bo'lamiz lolacha, as bo'lamiz lolacha, ras bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb ras bo'lamiz lolacha, erta turib salom deb ras bo'lamiz lolacha. Chog'i yo'q emas, yulduzi yo'q emas, chog'i yo'q emas, yulduzi yo'q emas. Lolachani ko'rmasaga o'tgan kunlar
ko'rmasaga o'tgan kunlar kun emas. As bo'lamiz lolacha, rost bo'lamiz lolacha. As bo'lamiz lolacha, rost bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb do'st bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb do'st bo'lamiz lolacha. O'ynab bering, o'ynab bering. Bizni o'ynab bering. Turing. Obormayman. O'rtaroqqa. Qizg'aldoq lola emas, kappasi qala emas. Qizg'aldoq lola emas, kappasi qala emas. Lola unib chiqmasa bu dala emas. Lola unib chiqmasa bu dala emas. As bo'lamiz lolacha, as bo'lamiz lolacha. As bo'lamiz lolacha, as bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb do'st bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb do'st bo'lamiz lolacha. Erta turib salom deb do'st bo'lamiz lolacha.